Mo'min inson, musulmon inson, zokir inson alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana va ilayhin nushur deydi. Ma'nosi, bizni o'ldirganidan keyin qayta tiriltirgan Allohga shukrlar bo'lsin va faqat u zotni o'zigagina yig'ilib borish bor. Ana demak, o'lim nima? Uyquni o'lim deb e'tibor qilinyapti. Alloh bizni uxlatib qo'ygan edi. Yarim o'lik holatga keltirib qo'ygan edi. O'zi ushlab turuvdi. Nafas olishimizni ta'minlab turuvdi. Yuragimizni ishlashini, tomirlarimizdan qon oqishini ta'minlab turuvdi. Uzib qo'ysa o'zini ishida edi. Lekin bizni tiriltirishni iroda qildi, tiriltirdi. Shuning uchun u zotga hamd bo'lsin. Maqtov bo'lsin.